Bular hozir muftani sirasi qo'yib olganlari uchun avtomobil o'chib qoldi. Shuncha foydali video olgan ekanmiz, lekin eng kerakligini olmagan ekanmiz, ya'ni avtomobilni joyidan o'chirib qo'ymasdan qo'zg'atish videosini chiqarmagan ekanmiz. Bilmaganlar uchun ushbu videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Bilaman, ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar uchun ushbu videoni chiqarishga qaror qildik. Agar yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Ko'pchilik muftani bosgandan keyin gazni oxirigacha bosmasdan oldin muftani qo'yib yuborishadi va mana shu holatda avtomobil o'chib qolishi mumkin. Birinchi bo'lib chap oyog'imiz bilan muftani bosamiz va undan keyin sekin gaz bosishni boshlaymiz. Avtomobil aboroti 1.5 ga chiqqanda sekin muftani qo'yib yuborib, gazni o'zida yurishni boshlasak bo'ladi. Mana muftani sirasi qo'yib yubormaymiz. Ko'rdinglar? Mana shu holatda avtomobil o'chmasdan yurishni boshlaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta bitta like bosing. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib bormaslik uchun Parvoz Avtomaktab ushbu Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Hali bundan-da qiziq videolar chiqaramiz imtihon markazlariga oid. Amaliy imtihon markazlari bilan birga bir qilib bo'lgan avtonomni tayyorlamoqchi bo'lsangiz, ushbu avtonomni sizni tayyorlaymiz va bir urinishda amaliy imtihonlarni o'tkazishga kafolatlaymiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Parvoz Avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.